Juda kambag'al bir xotin yashardi. Bir kuni sochi juda uzun bo'lgan xotin eridan taroq sotib olishni so'radi. Er achinib, "Yo'q" dedi. U hatto sinib qolgan soatining tasmasini tuzatishga ham puli yo'qligini tushuntirdi. Xotini ortiq qistamadi. Er ishga ketayotib, soat do'konidan o'tdi-da, buzuq soatini sotib, xotiniga taroq xarid qildi. Uyga qaytgach, xotinining sochini juda kalta qilib olganini ko'rib hayron qoldi. Xotin sochini sotib, yangi soat sotib olgan ekan. Ularning ko'zlaridan yosh oqdi. Ammo bu qilgan ishlarining behudaligi uchun emas, balki bir-biriga bo'lgan muhabbati va sadoqati uchun edi. Agar sahifamizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz har kuni 1% ga yaxshilanyapsiz. Sukut saqlashim odobimdandir. Har so'zga beradigan javobim bor. Bir so'zga qarayman, so'zmi deya. Yana bir so'zlayotganga qarayman, odammi deya.